Так, бүгінгі обзорымызда тестерлер болады. Bu yaş elektrikler için. Şimdi ne deyimiz? Tester bilen основной instrument tester болады. Avtoelektrik bolsun, anada elektrik bolsun. Lekin elektrik bolup уже bölek çıkıp işlep yurgan yigitler ham arasında var. Shunday mesela balalar, ustalar testerdan yeligenin 100% faydalanıp bilmeydiler. Var. Yok emas arasında. Mesela men özümnün hem şagirdlerim lekin vaqtında üretkenmen bu yerda so'ragan vaqtında, lekin işi постоянный bo'lmagan, постоянный ayrim bir neleri bilen işlemegandan keyin ne desem ekan buna. Mesela volt var bu yerda, qarshilik var, amper var. Elektrik ko'pincha nechaydi? Volt yo bo'lmasa основной qarshilik bilan ishlaydi bo'lgani. Biz avtoelektrik sohasida da ko'pincha redki arasında amper bilan ishlaydilar. Shuning uchun ko'pchiligi aytganimda yani 100% nesinden faydalanıp bilmeydi testerden. Azı qo'limdan kelgancha aytib o'tib ketjaqman o'zim bilganimcha. Bu yerda qanday bo'lib turibdi? Mesela mana testerimiz где-то bir oyoq-buyog'i 70-80 ming atrofida turadi. Bolam yomon emas bo'ladi. O'zining klassini, stoyimsini normalniy tester. Mana testerimiz vaqtida 500 ming so'mga olingan. Adashmasam bir 2 yil bo'ldi bu testerga. Bu более точный nesi klassga yatadi. Ölçegen vaqtında bulaga nispeten bunun точностuk belentiraq yuqarıрақ hem spesialni qo'shimcha funksiyalari var. Avtoelektriklerden bölek bu yerda beskontaktni ham var. Mesela mana 220 voltni tekshiradi. Netmesinden beskontakt içindagi skrit provodning uzugini topsangiz bo'ladi, mesela hech qanday etmay. Keyin bir dana mana shub bilan neni topsa bo'ladi, fazni nolda ajratib olsa bo'ladi. Shunday funksiyalari var. Keyin yana avtoelektriklarga ko'p kerak bo'ladigan, ayniqsa elektronchiklarga kerak bo'ladigan funksiyasi bu yerda nesam var. Batareyani tekshiradi. Batareyani to'g'ri sizlar o'ylaysiz, buni ham tekshiradi, lekin mana testerimiz bo'lsa pod nagruzka tekshiradi batareyani. Masalan, pultlarning batareyasi. Mashina pultida batareyani qarasangiz o'lchaysizlar mana обычный testerda. Masalan, 3 volt ko'rsatish kerak, 3 volt ko'rsatadi. Lekin bu testerda bo'lsa pod nagruzka ko'rsatgandan keyin bu yerda realni ushlab turadigan voltni ko'rsatadi. Shuning uchun baribir ham mana tester aniqroq hisoblanadi. Bunun analogi hisoblanadi. Bunun bu ham qiziq tester. Mana otnesini qapqan ochar. Bu yani ultra tonki deymizmi? Mayda. Bolam yomon emas. O'lchashlari nesi az mesela oyoq-buyog'i bir почти 1 yil bo'lib qoldi. Ishlab turibmiz. O'lchashlari nesi yomon emas, ko'rsatish показаниялari normalni ko'rsatadi. Keyin voltga keladigan bo'lsak, voltni o'lchagan vaqtida men o'zim masalan shuncha bir oyoq-buyog'i bir 10-15 yil praktikam bor avtoelektrik sohasida. Men o'zim mana testerni rekomendatsiya qilaman. Точный voltni o'lchayacak bo'lsangizlar mashinada. Endi bularning bir minus yog'i bor. Bularning ichida mikroprotsessor bilan ishlaydi. Bulam sifrovoy, buni bo'lsa analogoy. Bu yerda стрелочный bo'lgandan keyin bizlar hozir современный mashinalarda da buncha emas, старый выпуска masalan Jiguli'da olsak, Moskvichlarda olsak, magnitni poylasa da kuchli bo'lardi. Yani şu vaqtda mana testerda borib turib, kapotda yonib turgan motor, bobin, yo'lmasa switch provodga yaqin eda buni ishlatadigan bo'lsangizlar, значениялari o'zgarib boshlaydi, уже bu netadi. Ana shu nedan keyin ekspluatatsiyadan keyin normalni ko'rsatmaydi уже neni. Значенияni. Точно o'lcha olmaysizlar. Уже musor bo'ladi. Afsuski mana testerimiz ham mana shu ahvolga tushgan. Shogirdlarning biri mashinada yag'ib qo'yib turib, старый выпуска mashinalarda yag'ib qo'yib turib ishlagan vaqtida buni ham magnitni poylaga bir tushirib olgan. Shuning hisobini bari bularga nisbatan защитасы bor, lekin shundan ham baribir bu qadar ta'sir qildi. Ayrim bir zatlarni o'lchagan vaqtimizda azram netmaydi. Точный ko'rsatmaydi, g'abirshadi. Sebebi уже bular magnitni poylaga tushgan normalniy. Bular bo'lsa o'nda zatlardan qo'rqmaydi. Bular ishlayveradi. Sovetskiy стрелочный. Keyin elektronchiklarga bundan ham nesi spesialni ulkan sovetskiy nelar bor edi, testerlar стрелочный. Ular ham normalniy, lekin hozirgi kunda yo'q. Sotuvda ham tovush qiyin. Menda burun bor edi, azag'ana ishlatganman. Onun
bo'lmayotgan batareyani tez o'tirg'izib tashlaydi, ham ko'p batareya bilan ishlaydi. Tak, bu yerda palchikoy batareya turibdi. Bu testimizda Krona. Bu yerda ham tak, по-моему, bu yerda ham ne turibdi? Palchikoy turibdi bu yerda. Sababi men ichini ochib ko'rmadim hali. Sababi Krona simiydi, mana ko'rinib turibdi. Keyin testerga nemizga qaytamiz. Testerda 100% ishlatib bilmaydi degan gapimga qaytamiz. Masalan, qaranglar. Hozir mana demonstratsiya etib ko'rsam, bu yoqqa ko'rsam. Mana rezistor, misol uchun. Buni bilmaydilar nechalik ekan, bilmaymiz-da, masalan, nesini, qarshiligini. Buni yerda yaxshilab e'tibor berib qarasangizlar, deliniyalari bor. Ohm, ondan keyin kilo ohm ketadi. Endi kilo ohm deganimiz 1000 ohm bo'ladi-da. Shuni ko'pchilik elektriklar tushunmaydi shuni. Mana avtoelektrik sohasida yurgan mana yosh bolalar ayniqsa. Burun bu zotlar ishlatilmayotgan edi. Endi hozirgi kunda ko'proq ishlatilib turibdi. Masalan, rul teraslar, magnitofonga upravlение qilasizlar, обязательно qarshilik bilan ishlashga to'g'ri kelib turibdi. Podushkalarni o'chish kerak, qarshilikqa to'g'ri keladigan ishlashga. Shuning uchun shu yerda ozgina kratki video qilib obzor etib ketmoqman. Hozir qo'y bunodi. Bu yerda endi men bilaman buning nesi, masalan, где-то 2,5 ohm, kilo ohm emas, 2,5 ohm. Shuning uchun testerda hozir nechaga qo'ydim masalan? 200 ohmda turibdi hozir bu. Bu degan gap 2,5 ohm, masalan 200 ohmda ko'ra oladi. Ne? Necha ko'rsatdi? 2'de 6. Mana pakazan 2'de 6 ohm ko'rsatib turibdi. Endi misol tariqasida hozir kilo ohmlik bormakan, bularda qarshilik ham yo'q. Agar sizlar kilo ohmlik qarshilikni o'lchayacak bo'lsangizlar, значит 200 da уже o'lchamaydi uni. Endi sizlar neni qo'yasizlar buni? Kilo ohmga o'tirasizlar. Masalan, hozir 2 kilo ohmga o'tdimi? Mana 2 kilo ohmga o'tirasizlar, kilo ohmda tekshiriladi. Sababi уже kilo ohmlik 1000 dan baland. Shuning uchun K degan 2 degani 2 kilo ohmdan boshlab shundan 2 kilo ohmgacha o'lchaydi. 3 kilo ohmda уже bu значение ko'ra olmaydi. Agar 3 kilo ohmlikni ko'rajak bo'lsangizlar, yana ko'tarasizlar buni. Izindagiga. Shunday. Keyin amperda ko'pchilik amperdan o'lchab bilmaydilar. Bo'lmasa YouTube'dan edi videolar ko'p. Qaranglar. Hozir menda amperda tekshirajak bo'lsangizlar, основной shubda amperga o'tirasan. Amper. Endi belgi shubda общий ком. Bu yerda chiq bo'ladi. Qaranglar. Masalan, misol uchun endi olamizda, masalan, sizlarga misol tariqasida. Masalan, mana nening lampochka deb olamiz. Mana lampochkaning masalan nesini o'lchayacaksizlar. Necha amper to'xtatib turganini. Bunday vaqtdan chiq bo'ladi. Yanmasa davay neda сразу neda ko'rsatamiz. Demonstratsiya qilamiz. Живой mana lampochka bormaydi. Mana bag'an aytganimda уже mana o'zi o'chib qoldi. Avtomatik funksiyasi. Tak. Hozir net amperga qo'yding-a? Endi обязательно mana yerimizni amperga qo'yib olamiz. 3 amper bor ekan. 10 ag'a qo'ydik. Endi bizda bu yerda tak, mana pitanyamiz 12 volt. Mana hozir bu yerga 12 volt to'q kelib turibdi. Mana dinab turib, mana nerega ko'rib o'tirgan bolalarga tushunarli bo'lish uchun qara. Yapta zammalizini tinaymiz. Amperda o'lchagan vaqtida to'qni через tester o'tkazasizlar, ha? Menimcha tushunarli bo'lgancha hozir oddiyroq aytib tushuntiraman. Lampochkani bir yana massaga ber. Berdim. Berdingmi? Kelib turgan plusni testerning shubundan через shubga o'tirasan. Bir ham plusga berdingmi shubning? Bermay. Sen necha aytyapsan? Mana shu qildim. Mana bir misol tariqasida bo'lmasa o'lchab ko'rgan. Mana hozir yana bulam tushalgashyapti meniki shagird.
Men aytayapman sana, lampochkani o'rnatdim. Mana plus, mana qaranglar mana. Lampochkaning bir yog'i mana kelib turibdi. Endi shubdan birini mana plusga eldir bunaqa. Anaqa tiymay tur, qarani epkimay bu yoqqa. Mana endi lampochka qo'ylaysan bo'lgani. Elementarniy zat-ku. Lampochka yondi. Mana bu yerda ko'rsatgan показания mana amper. Endi tushunarli bo'lgan chiqar. Endi sizlarga bu yerda doskada ko'rsataman. Tak. Testerimiz. Tak, amper положение turib, amper nega qo'ydik? Amper o'lchaytonda. Tak, mana bu yoqdan pitanyamiz kelib turibdi. Misol uchun 12 volt, plus minus. Epkilaslar. Lampochka. Plusda qilib turib shub qo'yisizlar mana. Ha, bu yoqda nega o'tirasizlar? Mana. Tushunarli bo'lgan bo'lsa. Agar mashinaning akkumulyatorda to'g'rilab turganini ko'rajak bo'lsangizlar, u yerda mana deb bo'ladi. Avtoelektriklarga kerak bo'ladigan narsa funksiyasi testerning amper rejimida aytib turibman men hozir. Akkumulyatorning plus ulanib turibdi. Mana akkumulyator deb hisoblaymiz. Mashina akkumulyatori massa. Minus klemmadan ajratdingizlar. Mana klemmasi mashinaning minus o'y klemma. Через tester o'tkazasizlar mana. Shu yerda ko'rsatgan значение. Internetdan qarasizlar, tablitsa bor. Masalan, har mashinaning tablitsasini topsa bo'ladi. Normativ necha utechka tok 0.0 da точно yadımda, себебі her машинник her xil. Şundan значение belent bo'ladigan bo'lsa, значит nerdedir utechka tok bo'lib turibdi. Utechka tok deganimiz nerdir tok tartib, tokni iste'mol qilib turib, shuncha akkumulyator o'tirib qoladi. Masalan, shu mashinamizni bir hafta garajda qolib ketsa, shu akkumulyatorni o'tkazib tashlaydi. Shunday vaqtida amperdan foydalanamiz. Amper rejimidan. Qarshilik rejimini aytib o'tdim. Rezistor bilan ishlaganda qarshilik rejim. Lekin prozonda ishlatasizlar, uni bilasizlar, aytib o'tirish shart emas. Simni o'zini prozonda ko'rasizlar, diodni prozonda tekshirasizlar. Volt shart emas tushuntirish. Keyin testerni yaqinda ishlatib boshlaganlaringiz bo'lsa, bu yerda переменный постоянный tok bor. Постоянный переменный degani bizning mashinada tak постоянныйning emilmasi bilan deb oladi. Ikkinchi variant bunday bilan beradi mana. Ko'rib turganingizdek, переменный to'lqin. Bu yerda A'si, bu yerda angliskida DS beriladi. Ne tushundingizlar bu? Ansatara qo'shmasa 220 voltimiz rozetkadagi переменный, mashinadagi 12 voltimiz постоянный. Savollarınız bo'lsa murojaat qilasizlar. Yana video ishlab tashlashga qilamiz. Mana shunday tester bo'yicha tushunmagan zatlaringiz bo'lsa, so'rasangizlar, qo'ldan kelgancha aytib tushuntiramiz.